Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan kim? Cho'chib ketdinglar. Hozir menman do'stlar. Tanimadinglarmi? Sizlar bilan Remmer Gamer. Ukam hozircha muammo chiqib qoldi, o'shancha kirib biz bugungi videoda Imperiyaning do'stlar ukam kirmas ekan. Muammo chiqib qolyapti. Mesela o'zimiz imperiyani devorini quramiz bugungi videoda. Do'stlar, bu video sizlar ko'rayotganlarda bu juda ko'p montaj qilingan video. O'ta ko'p qiynaldi shunda biz. Do'stlar, bu video o'ta ham uzun bo'ladigan video. Nega? Chunki 20-30 minutdan iborat bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olinglar. Biz videoni boshladik bo'lmasam. Bugungi videoda asosan nima qilamiz? Katta imperiya quramiz-da. Biz keyingi narsalarda, keyingi videolarda katta imperiya qurish uchun narsalar kerak bo'ladi. Shuning uchun biz imperiyani o'zini quramiz. Xullas mana bundan kattaroq bo'ladi. Mana shu 3 tadan qo'yib chiqib turaylik. Xullas bu imperiya o'ta katta bo'ladi. Men devorni qurib bo'lgandan keyin o'zim xabar beraman. Do'stlar, imperiyamizda devorini yarmi tayyor bo'ldi. Hozircha hali lekin ko'p narsalar quramiz. Bu yerlarda bank, uylar, qishloqlar bo'ladi. Ko'p narsa bo'ladi xullas bu yerda. Xullas, birinchi biz devorini quramiz va sizlar aytgan narsalar shu kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Sizlar aytgan narsani biz ukam bilan quramiz mana shu yerda. Keyin bu Minecraft sizlar bilmasanglar kerak. Agar shu videoni o'zida 10 ta 20 ta like yig'ishinglar bilanoq shu Minecraftni tortishni o'rgataman men. Bitta YouTube ukamam bor. O'zimni ukam Addushi. O'sha o'rgatib qo'ygan. Ismi esa Shadow Uz deb qidirsanglar, o'sha o'rgatgan. Yaxshilab hamma videolarni ko'rib, baho berib narsa qilib berasizlar degan umiddaman. Bugun emas, reklamamiz. Bugungi videodagi reklamamiz bugungi reklama mana bu bratishkam o'rtog'imiz. Bu o'zim ukam bo'ladi. Menga ham obuna bo'lib qo'yinglar, keyin mana bu videosiga kirasizlarda. Bitta videosiga kirasizlarda. Yana sizlar xullas kirasizlar. Mana shu yerga Remmerdan salom deb yozib qoldirsanglar, men o'ta ham xursand bo'lardim. Qaysidir videosiga kirib o'ta ham xursand bo'lardim. Men obuna bo'lgan bo'lsanglar, qo'ng'iroqchasini ham bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha bosgan bo'lsanglar, like ham bosib tashlaylar videolarga. Xullas shunaqa kanal, shorts ham chiqargan mana bunday. Do'stlar, voshshi zo'r kontentlar chiqaradi ukamiz. Bugungi narsamiz shu edi, shu kanal edi. Ukamiz voshshi. Bugungi reklama shu edi. Mayli, videoga qaytamiz. Xullas, aytgan narsamni kim bajaradigan bo'lsa, kanalni tekinga reklama qilib beraman. Kanalinglar nomini yozib qoldirasizlar, bo'ldi. Shu bilan reklama qilib beraman. Lekin buni sharti bor. Birinchi o'rinda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Agar
kanalga obuna bo'lib video like bosmasanglar, men qilib bera olmayman. Chunki men ham 100 mingta 1 millionta bo'lgim keladi. Qayerdagi bema'ni odamlarga like bosasizlar. Bema'ni emas, endi bolalarga like bosib obuna bo'lasizlar, lekin menga obuna bo'lmaysizlar. Tekinu nimaga izvor deylar sizlar ham. Xullas, kanalga kirib like bosib obuna bo'lib qo'yinglar videolarga. Keyingi videoda keyingi videoda sekret so'z bo'ladi. Kim sekret so'zni topadi, mana videoga yozib oladigan bo'lsa, aynan shu videoga yozadigan bo'lsa, sekret so'zni men uni ham kanalni tekinga narsa qilib beraman. Nima edi? Reklama qilib beraman tekinga. O'shaning uchun sekret so'zni bilib qo'yinglar. Keyin bu kanaldan boshqa kanal ham bor. Remer Gamer 2 deb yozsanglar ham bu kanal ham chiqadi. U kanalda ko'proq Roblox va Minecraft har xil videolar bo'ladi. Shuning uchun unga ham o'tib obuna bo'lib, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Unga ham video chiqaramiz. Faqat o'sha kanalda 20 ta obunachi bo'lishi bilanoq o'shanga video chiqaramiz. Agar Robloxda kim Roblox o'ynaydigan bo'lsa, drujasini olaman va birga o'ynashimiz mumkin. Drujasini olib, unga har doim ham video chiqmaydi. Chunki men obunachilardan sizlardan so'rab qolaman. Shu videodan keyin agar menda 50 ta 60 ta obunachi bo'lmasa, men YouTubedan rostdan ham ketaman. Xullas 50 bo'lib turibdi, ketishim, ketmasligim. Chunki meni ham o'qishlarim bor. Shu bilan kanakullar videolar chiqarishim mumkin. Bu video menimcha sizlar ko'rayotganlarda kanakulda chiqsa kerak bu video. Chunki buni montajlari jonga tegadi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Agar sizni shu video kommentariyasiga nima quraylik, o'shani yozib qoldirasizlar, bu joy katta bo'ladi. Nimaga qurasan desanglar, men keyingi videolarimda kontentlar chiqarish uchun shu joylardan foydalanishim mumkin. Shuning uchun kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bankmi, uymi, HP fermami, hammasini quramiz. Faqat like bosib, videoga kommentariyaga nima qurishni yozib qoldirsanglar bo'ldi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, to'xtanglar. Agar qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldiraverasizlar kommentariyaga. Unga ham javob beraman. Menga o'ta qadrli bo'lib turibdi kommentariyalar o'qish. Nima desanglar, aktiv pasayib ketgan, obunachilar yo'q. 50 ta obunachi bo'lishi bilan stream qilaman demoqchi edim, lekin 50 ta obunachi hali yig'ilgani yo'q. Shuning uchun 60 ta obunachi so'rayapman men bu videoda. Kim 60-obunani ham kim bosgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsin. Keyin har xil videolar bor kanalda, uni ham o'tib ko'rib qo'yinglar. Like bosib obuna bo'lib. Sizlarga gapim qolmadi. Yozsam
chiroyligina qo'shiqcha ham qo'yamizda, boshlaymiz bot qilishni. Do'stlar, oradan haqiqiy 2 soat o'tdi. Endi shunchani qurib bo'ldim. Qaranglar. Lekin buning uchun to'ldirish ham bor, do'stlar. To'ldirish kerak buning ichini. Bir bo'lsa ukam kirib qoladi. Ukam yordam berib. Nimaga? Chunki uzilishlar bo'lib qolyapti orada. Shuning uchun video chiqarishim bo'lmay qolyapti. Shuning uchun tez like bosib, aktivni ko'tarib tashlaylar. Prosmotrlarni zo'r qilib tashlaylar shu videoda. Narigi kanaldagi videolardan ham ko'ringlar. Masalan, kanaldagi videolar ham zo'r, boshqa videolar ham bor hatto. Qanday qilib serverga kirish, Minecraft yuklash, har xil videolar bor. Keyingi videolarda iloji boricha uzmasdan qilishga harakat qilaman. Chunki ba'zi bir odamlar videoni uzmasdan qiling deb aytishyapti. Keyingi videolar iloji boricha uzmasdan qilishga harakat qilaman. Unaqa sizlar yoki bang deb o'tirmanglar. Yaxshiroq narsalar aytinglar. Masalan, men botga nima qo'yardim? Oshib ketibdi. Men botga nima qurardim? Men botga katta joyga bitta katta haykalim qurardim o'zim. Skinim ko'rdinglar? Yangiladim. Nargi Minecraft uncha bam berib boryapti, ishlamay qolyapti. Videolar ham yozib olmay qolyapti. Shuning uchun boshqa Minecraft yuklashga majbur bo'ldim. Bu ham bir xil. Hammasi bir xil. Prosta shader bilan boshqa narsa, bitta ikkita narsalar o'zgartirib qo'yadi buni. Masalan, mana fakir. Qo'lga ushlaganda boshqacha, inventarda o'zida boshqacha, do'stlar, mana qarang. Qo'lganda ham boshqacha. Har xil. Ba'zi bir birovlar nastroyka qilishni to'g'ri bilmas ekan shunaqa Minecraftlarda. Unga ham alohida video short chiqaraman, unga alohida short qisqa video chiqaraman. Alohida. Xullas shunaqa gaplar. Yaqinda Telegram kanal ochaman. Savolinglar bemalol o'sha yerga yozib qoldirasizlar. Nima video chiqmayapti degan savolinglar ham bo'lsa, o'sha yerga yozib qoldir. Lekin hozircha emas. Keyingi videoda menimcha ochaman. O'shanda aytaverasizlar. Videomiz 13 minut bo'libdi. Hali tugatishga erta. Videoni. Menimcha ikkinchi qismi ham bo'lsa kerak. Do'stlar, o'zbek mana shu to'ldirgandan keyin aytaman sizlarga. Yo'q. Men demoqchisi hozir shuncha joyda bore deyolmayman-da. Do'stlar